Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia ishqibozlari. Bugungi videomizda Pavlonia materiali haqida ma'lumot beramiz. Hozirgi Pavlonia bo'lakchasi, ya'ni materiali 6 yillik Pavloniadan olingan. Ya'ni mana bu aylanalaridan hisoblab olsangiz bo'ladi. Mana bu materiallar esa o'sha hozirgi 6 yillik Pavloniadan kesib olingan. Ko'rib turganingizdek guli, shakli juda ham boshqacha. Oddiy terakdan, ya'ni sasnadan farqi bor. Asosan Pavlonia materialini mebelsozlik, ya'ni mebel uchun ishlatiladi. Ya'ni italyanskiy mebel, ya'ni boshqa sifatli mebellar uchun ishlatiladigan yog'och hisoblanadi. Bugungi kunda Pavlonia materiali, ya'ni juda ham sifatli materiali jahon bozorida $200 dan $400 baholanadi. Bu degani Pavlonia biznesida juda ham katta pul bor degani. Ya'ni siz bir tup Pavlonia ekib kamida $200 daromad olasiz degani.